Assalomu alaykum. Humoyun Ustauz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilarim, safirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi uzum tokimizni zakaz bo'yicha tayyorlab, olib kelib ustanovkalarini qilib berdik. Videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, hurmatli yurtdoshlar, xonadonlaringga shunaqangi uzum tok, temir naveslar, shumkali naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Shu lazerli variant taqilib, xorillarini, kashaklarini zakaz bo'yicha tayyorlab ustanovkasini qildik. Bu uzum tokimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi aziz yurtdoshlar. Uzum tokimizni stovkalari 8 ga 8 lik 2 lik stenali profilda tayyorlangan va albatta tagiga 1 metr joyiga tumbalarini qo'yib, chiroyli qilib bagati qilib ishlab berganmiz va mana shu beliga 2 metr razmerga qo'yib, beldamchi qo'yib, 3x3 profildan tortib berilgan. Hurmatli yurtdoshlar, xori qismi ko'rib o'tishlaring mumkin. 4 ga 4 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanganmiz. Orasiga 2 liklisini lazerda gul o'ydirib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Aziz yurtdoshlar, firmalari, asosiy yuk ko'taradigan firmalari bu uzum tokimizni 3 ga 3 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanilgan. Kraskasi mokriy asfalt svetda qilib, chiroyli qilib, xohlasa sepib, mana ustanovkasini yakunladik. 50 sm qismiga 3 ga 2 profilni varid qilib o'rnashtirib chiqilgan. Tepasiga aynan mana shu uzum tokimiz imkoniyat bo'lganda, zarurat bo'lganda bemalol ustini yopib, leksan bilan yoki tunukan bilan yopib, mana shu 100 kvadrat joyni naves qilib foydalanish ham mumkin. Albatta, xonadon egalari imkoniyatiga qarab chiroyli qilib tayyorlab olishlari mumkin. Zakaz qilingan narsani mana chiroyli qilib shu 1 oy, 1,5 oy deganda olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Ishlarimizga baho berasizlar. Yoqsa bittadan like bosib, oshna og'ayni do'stlarga videolarimiz kengroq tarqalishi uchun podelitsa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Bu uzum tokimiz 1 kvadrat metr 250 ming so'mdan, ofis summasi 25 million so'mga tayyor bo'ldi. Va aynan mana shu fasondagi uzum toklar kvadratiga qarab, razmeriga qarab 230 ming so'mdan 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Albatta, profilli variantlarini shunaqa narxda tayyorlanyapti. 150 ming so'mdan 200 ming so'mgacha turbali variantlarini tayyorlab beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat.